O'zbekiston gaz zaxiralariga boy davlatlar sifatida dunyo bo'yicha 24-o'rinda turadi. Mamlakatning tasdiqlanmagan tabiiy gaz zaxiralari 1,8 trillion kub metrni tashkil etadi. Qish kelishi bilan tortilib qoladigan gaz ortidan ko'pchilikda gaz zaxiralarimiz tugab qolmaydimi degan savol ham paydo bo'ladi albatta. 2023-yilning 11-sentyabr kuni jurnalistlar bilan uchrashgan energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov O'zbekiston o'z konlaridagi zaxiralarni 85% dan foydalanib bo'lgani sababli chet mamlakatlardan elektr energiyasi va tabiiy gazni olishga majbur bo'layotganini aytgan edi. 2022-yilda energetika vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan Sherzod Xo'jayev esa konlar masalasida shunday degan edi. Bilasizmi, yangi konlar ochilyapti ko'plab. Lekin bu degani eski konlar tugamayapti degani emas. Yozda elektr energiyasi, qishda gaz muammosi bilan kurashayotgan o'zbekistonliklarni energetika vaziri doim tinchlantirishga urinadi. 2021-yilda energetika vaziri bo'lgan Alisher Sultonov Amerika ovoziga bergan intervyusida bizning gazimiz 3 ta O'zbekistonni boqa oladi degan edi. O'sha yildan, ya'ni 2021-yildan buyon 3 yil vaqt o'tdi. Lekin gazimiz bitta O'zbekistonni ham boqa olmayapti va aynan mana shu gaplar hozirgacha energetika vazirligining yuziga tarsakidek bo'lib kelmoqda.